Qamar suresi Mekkede nazil bo'lgan. Jami 55 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat yaqinlashdi. Oy yerildi. Quraysh kuffarlari biror mo'jizni ko'rsala iymondan yuz o'rib, bu davomlashquchi sehrdir deyishidi. Ular payg'ambar alayhissalomni inkor qildi. Nafsi xohishlariga agashdi. Yaxshilikdan ya yomonlikdan bo'lsin, har ish shu ishning ahlini jannatga ya do'zaxga o'rinlashtirguchidir. Ularga haqiqatan Qur'on xabarlaridan ibrat ilindigan miqdorda narsa keldi. Mukammal hikmat keldi. Allah ularni shaqiy qilganligi uchun ularga ogohlantirishlarning foydasi bo'lmaydi. Ulardan yuz o'rgin. U kunda chaqirg'uchi, ya'ni Isrofil qiyin ishqa, ya'ni hisobga chaqirdi. Ya'ni sur chaladi. Ular qo'rqinchdan tikilib qarayolmagan holda go'yo tarilib ketgan chekatkidek qabrlardan chiqib keladi. Ular chaqirg'uchining oldiga bo'yinlarini so'zgan holda yuguraydi. Kofirlar bu qiyin kundir deydi. Ulardan burun Nuhning qavmi inkor qildi. Ular bandimizni, ya'ni Nuhni inkor qilib Majnun dedi. U dinga da'vat qilishdan hayvi bilan manni qilindi. U Parvardigoringga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Osmonning darvozalarini quyilib yoqquchi yomg'ir bilan ichivatdik. Zimindan buloqlarni itildirib chiqardik. Allah taqdir qilgan ularni g'arq qilib halok qilish ishiga binoan yomg'ir suyi bilan buloq suyi bir-biriga qo'shildi. Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kemaga soldik. Kema bizning himoyamiz ostida mang'atdi. İnkar qilinganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Uni, ya'ni to'pon balasini ibrat qilib qoldirdik. İbrat alg'uchi bormi? Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? Haqiqatan biz Qur'onni tushunib, vaz-nasihat elish uchun oson qildik. İbrat alg'uchi bormi? Ad qavmi payg'ambari Hudni inkor qildi. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? Shubhisizki ularni biz shumliqi uzilmaydigan shum kunda so'g'uq bo'ron avatib halok qildik. Bo'ron kishilarni o'rinlaridan yulib ketadi. Go'yo ular qumurib etilgan xo'rma ko'taklardek yotadi. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? Biz haqiqatan Qur'onni yepsi uchun oson qildik. İbrat olg'uchi bormi? Samud ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ular aytdi: "Oramizdagi bizga o'xshash bir odamga agishamdik. Unda qilsak, u chaqda biz haqiqatan gumrohlikqa va saronglikqa mubtalo bo'lamiz. Oramizdan uningga vahiy nozil qilindimi? Hargiz undaq emas. U yolg'onchidir, mutakabbirdir." Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini bildi. Biz haqiqatan sinash uchun ularga tishi to'gini avatimiz. Ey Solih, ularning nima qilarini kutgin. Ularning arziyatlariga sabr qilgin. Suning ular bilan to'gining orasida bo'linganligini, qaysisining navbati kelsa, shuning hozir bo'lganligini ularga uqtirib qo'ygin. Ular birodarni to'gini o'ltirishga chaqirdi. U qilishni ilib to'gini bo'g'izladi. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? Shubhisizki biz ularga qattiq bir ovozni avatib halok qilish bilan ularni qo'ton yasug'uchining tashlandiq shox-shumbullardek qilib etdik. Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, vaz-nasihat elish uchun oson qildik. İbrat olg'uchi bormi? Lutning qavmi ogohlantirishlarga chin tutmadi. Biz haqiqatan ularni tosh yog'dirib halok qildik. Faqat Lutning tavalari buning sirtidir. Ularni ne'matimiz yuzasidan saharda qutuldirdik. Shukr qilg'uchini biz mushundaq mukofotlaymiz.
Şübhəsizki Lut ularni bizning jazolashimizdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishlardan shaklanadi. Ular Lutdan mehmonlarni, ya'ni odamzod shaklida kelgan farishtalarni ular bilan livota qilish uchun qo'g'dimaslikni so'radi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib etdik. Ularga azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. Haqiqatan ularga atiganda doimiy, ya'ni oxiratning azobiga ulinib ketadigan azob nozil bo'ldi. Ularga mening azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar deyildi. Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, vaznasiyat elish uchun oson qildik. İbret algıcı barmı? Şək şübhəsizki, Firavun cəmaəsiga ogohlantirishlar keldi. Ular bizning bütün oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Ularni g'olib, qudratli holatda turib halok qildik. Ey Arab jamoasi! Ular, ya'ni men halok qilgan o'tganki ummatlardan sizlarning kuffarlaringlar ortiqmi? Yoki sizlarga samoviy kitoblarda Allohning azobidan kechirim qilinish bormi? Yoki ular biz Muhammad ustidan g'olib qavmimiz demdi. Mushriklar to'pi mag'lub qilinadi, orqaga qarab qochidi. Hargiz undaq emas. Ya'ni ularga berilgan azob bo'la emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir, texmi jafoliqdir. Gunohkorlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir, oxiratda do'zaxdadir. Ular do'zaxda dum yotqizilib so'rildigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning orliqida o'rinlanadi. Biz haqiqatan o'tganki ummatlardan kufrida sizlarga o'xshash bo'lganlarni halok qildik. İbret algıcı barmı? Ularning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi nomi amallarida mavjuddir. Kichik ish, cho'ng ishning hammasi xotirlangandir. Shubhisizki, taqvodorlar jannatlarda bo'ladi. Suv, may, asal, sut o'stanlardan bahramand bo'ladi. Ular qudratlik Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi.